rossiyskiy emas, bu sovetskiy qaychi ekan. Rossiyskiy bo'lsa zal yengilroq bo'lardi. Qarang aka. Yosh daraxtni qabul qiling, ekdingiz. Yerdan 50 sm qo'yib kesdingiz. 2-3 ta novda berdi sizga. Va o'sgan novdani shu holatga olib kelaman desangiz, yana bir qarishdan qo'yib, bu yil kesa olmaysiz, kelasi yil tinim davrida bitta urdingiz. Keyin xuddi shu yili may ichi yana bir marta kesa olasiz, yashilligida. Endi bu nima maqsadda qilinyapti? Skelet shoxlarni, ona shoxlarni o'stirib olish uchun. Qancha ko'p shoxlatsangiz, qancha ko'p o'stirsangiz, qancha ko'p ochsangiz, keyin mana bularni atrofiga tanlab qo'yayotganingizda tanlov shuncha ko'p bo'ladi. Endi qarang, sizni savolingiz nimaga men sizga qisqa javob bermadim? Bir qarish qo'ying yo 30 sm qo'ying deb aytolmaganim, 50 qo'ying deb. Qaysi shoxni qancha qo'yish haqida so'rayotganingizni bilib olishim kerak. Siz ona shoxni kesish haqida so'rayapsizmi yo yon shoxni kesish haqida so'rayapsizmi? Ona shoxni tarbiya qilgandan keyin kesilmaydi. Ha, mana qarang. Misol uchun bir yetakchi qilmoqchimiz. Mana shuni tepaga chiqardik. Bo'yini 3 metr xohladik, chiqdik. Buni hech qachon kesmaysiz. Bu vaza bo'lsa ham bitta qoida, bitta yetakchi bo'lsa ham, ikkita bo'lsa ham shu qoida. Ya'ni siz buni bitta tarbiya qildingizmi, buni kesmaysiz boshqa. Bu 3 metr tepasini olasiz. Yana bitta tushuncha yodlab qolish kerak. Maksimal balandlik yoki maqsad qilingan balandlik degan tushuncha bor. Shu 3 metr bizda. Maqsad qilingan dedimmi, undan o'sganni men kesaman. Lekin pasini kesmayman.